Davlat qarzi nima? O'zbekiston qarzini qayerdan oladi va bu xavflimi? O'zbekiston davlat qarzi bu mamlakatning xorijiy va ichki kreditorlardan oladigan qarzidir. Bu qarz asosan yirik infratuzilma loyihalari, energetika, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarini rivojlantirish uchun olinadi. Ammo savol tug'iladi. Bu qarz qayerdan olinadi va qanday qaytariladi? O'zbekistonning davlat qarzi 2024-yil yakunlariga ko'ra 64 milliard AQSh dollariga yetdi. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 55.7% ga teng. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, umumiy davlat qarzining 32.5 milliard dollari davlat tashqi qarzi, taxminan 27.7 milliard dollar esa davlat tashqi korporativ qarzidir. Davlat tashqi korporativ va ichki qarzi farqi nimada? Qisqacha qilib aytganda, tashqi qarz chet eldan olingan. Masalan, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki. Tashqi korporativ qarz bu tashqi qarzning faqat xususiy kompaniyalar va davlat korporatsiyalariga tegishli qismidir. Bu holatda kompaniyalar xorijiy banklardan kredit oladi, xalqaro obligatsiyalar chiqaradi yoki xorijiy investorlardan moliyalashtirish oladi. Davlat ichki qarzi esa bu hukumatning o'z mamlakatining ichidagi banklar, korporatsiyalar yoki aholidan olingan qarzidir. Bunday qarz ko'pincha davlat obligatsiyalari yoki boshqa moliyaviy vositalar orqali shakllanadi va odatda milliy valyutada bo'ladi. Xo'sh, bu pullarni kimga to'laymiz? Bu haqida aniq rasmiy ma'lumot topolmadim, lekin asosiy kreditorlar bu Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Xitoy taraqqiyot banki va Islom taraqqiyot bankidir. Eng asosiy savol, bu xavflimi? Agar qarz juda ko'p bo'lsa va uni qaytarish qiyinlashsa, iqtisodiy muammolar yuzaga keladi. Inflyatsiya oshadi, milliy valyuta qadrsizlanadi va byudjetda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli davlat qarzlarini boshqarishda ehtiyotkor bo'lish lozimdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Foydali kontent uchun obuna bo'ling.